Assalamu alaykum, to'rdoshlar, yaxshimisizlar? Yaxshi turdinglarmi? Men bugun biroz so'zlashni o'ylashdim. Bir kichik videoni olib qo'yay, biraylar menga ivatib ekan to'q. Shu videodan boshlaydi deb o'yladim. 要消灭一个民族，首先要瓦解他们的文化。要瓦解他们的文化，先消灭承载他们的语言。要消灭他们的语言，首先要从他们的学校下。Shu videoda bir millatni yo'qotish uchun uningki yeziqini yo'qotish, maktabidan boshlash, bir millatni yo'qotish uchun, maktabidan, yeziqidan, maktabidan boshlash kerak deb turib bir Xitoyning so'zlagan bir videosini ivatibdi. Uningki yana bir videoni olib qo'yma. 想娶维吾尔族姑娘，对方父母不同意怎么办？第一，就是死皮赖脸的去磨，坚持，坚持，再坚持。如果你们确定是真心相爱的，那么就努力去争取。一开始呢，大多数父母没有那么开放的思想，基本上都是不会同意的。只要你能让对方的父母感受到你们的坚持和在一起的这个决心。Yana birisi majburiy to'y qilish Xitoy bilan. Bu yeziqninki kelganda yillardan beri Dunyo Uyg'ur qurultiyi, ona til deb yurganda chet elda ona til mumkin emas rivojlanmaydi. Qozog'istondagi ona tilni ko'rib boqayli. Qozog'istonda qaysilari bir ko'ni yeziqchini shar o'qiydigandu. Savol qo'yib beqinglar. Chet eldagi bolalar, masalan, Norvegiyada o'qiganlari Norvegiyalarninki ideyasi bo'yicha shu tuyg'u bilan qaraydi. Masalan, bizning ona tilimizga. Agarda o'sha mishada tug'ilib cho'ng bo'lganlarni qanday so'ygisi bo'ldi u ona tilga yoki opasi o'qib bermasa, qanday o'qiy oladi? Hajilab o'qiydi. Yangi musulmon bo'lgandek deganga o'xshashchu. Hajilab o'qiydi. Aniki majburiy to'yini qilish deganlarni o'ylab beqinglar. Ota-onasi unimasa, tövendikilarni izlash kerak, shu mahalla komitetini izlash kerak deb bir videoni ivatibdi menga. Xitoyda qonunda Xitoynikida. Nima deb yoziqlikdi? Majburiy nikoh erkinlik, majburlamaslik deydi. Lekin majburlab to'yini qilyotdi Uyg'urlarniki. Agarda Dunyo Uyg'ur qurultiyi kishilik huquq, inson haqlari davosini rost qila olgan bo'lsa, g'ururinglar azroq bo'lsa, makalli biza bo'lsa, savol qo'yib baqsanglar, agar haqiqatan bular kishilik huquq, inson haqlari davosini qilgan bo'lsa, ona til maktab itilmaydi dedim. Anarki majburiy Xitoyga zo'rlab to'yini qilish bo'lmaydi. Millatga boshqa hech qanday has qo'shamizmi, mush ishni qiladi. Chet elga chiqib, kashkichiliqi Shanglingada degan qo'shiq 89-yil manda bo'lgan, 88-yil qo'g'ilib ketgan, manda bo'lgan deb shuni takror so'zlab o'ltamay, millatga ozroq olsin foydasini yetkazadi. Mayli Roshan Abbas oilasi, Rishad Abbas, Umar Qanot, Dolqun Isa, Aqasing hammang azroq olsin tirishgan bo'lsang, millatga biza olsin foydasini yetkazgan bo'ladinglar. Azroq olsinmi? Masalan, shu dedim-ku. Hech qaysing bir o'lima bo'lmasang deymanda, o'ltirib, din to'g'riliq so'zlaydigan, o yerda pul elish uchunlar bu ya'niki diniy komitetlarga u yerga bu yerga kirib olsa. Falon adam beqilyotidimish da'vodan. Chet elga chiqib bir o'qigan bo'lsangmi, bunchalik bir bo'lmaydi. Tarjimonga ehtiyojing bo'lmaydi. Hech bo'lmaganda shu davlatda sen o'zing turishliqmish Germaniya, Fransiya, Amerikada, g'arb ellardagi jiq yerlar sizlarga o'qishga undigan siyosiy bir kurslar qatnashinglar, mundaq qilayli, mundaq qilib hech qaysi qilmay qo'saqli beqish, voy bizning qo'limizga ta'sir qilib ketgan, burun qishlar mundaq qilib ketgan deb o'ltirib o'qishni rad qilib ketgansizlar. Hayron qolarlik darajada. Shu hozirgi shapaqchilik vaqalarimni o'ylab beqinglar, nomus qilsanglar, ozroq olsin video ishlamay qisib o'ltamamsa, kimni chiqarsang hammang xoin tursang, nima qilsang qilishmamsa, qisib o'ltamamsa, shuni tinmay chiqirib o'tirib, tunogimi chiqargan narsani bugun juvitsa, Twitterda degan rasvolishib ketib borsa.
Ey, ömrüngdə bir tal yaxşı çıxıb baxsanmamdı şu milletke bir tal ey, bir tal. Meyli Roşan Abbas ey, Abbas ailesi. Aşı Dolqun, Erkin Xitay hemmen ey. Bir qısıb hayatında bir qıtım yaxşı çıxsanmamdı. Xitayni to'xtatalaydigan bir qilalaydigan ishingda bir ishkini qilib baxsanmamdi. Mush til yeziq bilan, til yeziq bilan, ma ona tilni, ona tilni. Kon yeziqchi bilmaydigan bolalar qara ey. 2000 yillik mundaq tarixlarni hammasi o'qiyanmaydi, bilmaydi. Hech bo'lmagan tarix deganni adam ma burun nima ish bo'pti ekan, mushuni ibrat olayli deb turib o'ginidi. Tarixni o'rganmaydi, ayliq bir tarixchi bo'lmaydi hech kim. Bu yerda o'ltirib, burun bo'lgan ishlarni o'qib baqsa, bilib baqsa, burun mushunda qilib degandik, biz mushuni qilmayli. Hocam Niyozojini tillaysa, yana birsini tillaysa, kesh burun bunda qilgan, unda qilgan. Sen shuni qilmasang olmadimi? Sen yana shuni qilyapsan u. U taraqqiy qilmagan zamonning odami. Hozir taraqqiy qilgan holatda, qo'ysang bir kompyuterni vash biladigan holatda. Haling tayinlik, shapaqchilikdan boshqa narsa yo'q. Qog'onlaring qo'pib kelishga so'rin. Uy, siz nima sorunga bormaysiz? Mening xalqning uchurini yig'adigan bir ehtiyojim bo'lmaganiga bormayman xalqning to'ylariga nima bor menga? Bolalarimning to'yinimicha oddiy sodda. G'emini qilib ketganing bilan oddiy sodda. Hech qanday choy paysiz yaxshi yashag'ili bo'ladi hayotingda. Birdan ham jins to'g'riliq bir tema chiqadi. Ham jinsnikini deysizlar. Agar ham jins to'g'riliq tema chiqsa, aqling ba insonlar, bolalaring ba insonlar. Kichik bolalaring bala. Ey, mushu odamning yenidan kichik o'g'illarimizni neri tatayli deysa. Chunki ozroq olsa hikoyasi bo'lmasa, temin chiqamaydi. O'zining bolasi nima ish qilsin, sen uni tema qilib ko'paytib, o qasdanga tashlangan temalar, Uyg'urni shu ishga akirayli deb, Qur'on temasi chiqqandek toz qoladi, nomus qilmasa Qur'onni qayta yozg'ili deganda men bir qatdim. Ashning o'sha lavz narsadan chiqarsa, ash tem qilib o'ynaydi. Hozir kollektiv jidalga kirmaganligidan Uyg'ur hamda ham jinsninkini chiqardi. Nomus qilmay, birsi tashlaydi. Ashta dadavala tashlaydi. Tashlab bo'lib, anarki ya istiqlolda, ya refada ashtaq bo'ladi. Bir qizmagan ekan anarki tezdan yo'qotadigandan ki amalni izlaydi. Agar aqling bo'lsa, bolalaringni qo'g'dash uchun kichik o'g'illar bola, Kalısığı bir narsani sal yetildirsanglar bo'ldi. Qo'g'dashni. Bunda odamlar ba bo'lgan bilan uni bütün matbuotlarda, medialarda so'zlab hech kim unda qilmaydi. Bunda dadi va Uyg'ur unda ishlarga aralashmaydi. U o'zining ishi unda odamlar lekin uni tashviq qilmaydi hech qanday davlatda. Lekin biznikilarda tashviq qilib o'yin o'ynasa, ashuning kirib o'ynaydiganlar bor. O'ylab beqinglar. Vatanga qaytganlar bo'lsa, Ro'shan talatni dedim. Bütün Uyg'urni oldidi. Tutish buyrug'i chiqargan Ro'shan talatni. Badi keldi degandek. Vatanga borgan videolarim chiqib turibdi. Uyg'urni butunlay chet elda amtitiqan vatandagilarni oldidi. Shaxsan men aldangandim deb o'ltirib so'zladim. O vaqtda jimjit uchak kirib ketganlar, chunki ma bu Erkin Sidiq bilan yaqin bo'lgandan keyin Xolida, Ro'shanlar shuning uchun uni jimjit o'ltirib uchakka kirib ketdimiz. Uningdikilar chet elda voy vatanga qaytganlar, kelganlar ota-onasi kelibdi o'chga. Kelgan bo'lsa, ular borgan bo'lsa qara. Agar da'voning ichida yoki tutish buyrug'i chiqarilgan shundaqlar bo'lgan bo'lsa-chi, chiqib so'zlar, chiqa. Ro'shanlikni qilganda zuvaning tutilib ketgan taqasininki vazifa kelgandiki bir tema chiqdi. Vazifa kelgandiki bir tema chiqdi. Undan boshqa vaqtida yo'q, jimjit. Agarda ozroq olsa bu g'ururimiz bo'lgan bo'lsa, osh kishilik huquq inson haqlari qilayotganlarga, shu inson haqlari bilan kishilik huquqda ona tilimi bordi, majburiy to'yini qilish degan bordi, ashunda haqni o'zim qilsamamdir deysa, men yuzing eshakni terisi olmagan ekan. Dapa qilsa o'yin ko'rib o'ltamay. Eshak desa eshakka haqorat hozir. Ro'shanmay, 60 yosh kirgan bir nima sanmay. O'ylab baq. Ozroq o'sib g'ururing bo'lsa,
nomus qilmay palonchi chiqirgan bo'ldi, ma po'kinchi namozat bo'ldi. Shu aqasının qo'lidagili bir narsa u. Xo'jam kimni o'ltag'iz shu o'tiraversa, jundichib o'ltirishsa, ishchi bo'lib kimning yotqindan chiqqanini bilishmaysa, ishtonlaring chiqib qolgan mehnat rasvola. Agar ahlushi joyida bo'lsa, Allohga savol qo'ydi. G'it usloynisimay, bunda qopda, anda qopda deb o'ltamay. To'g'ri? Mustaqillikni qo'llamasang bo'laveradi. İnsan haqlarini qo'llasang, inson haqlariga loyiq ishni qilsang bo'ladi. İnsan haqlariga loyiq. Puldan boshqa nimani tunisa Uyg'urni qoqishib, zar qoqishib. Eyliq mecbur emgek deganni talay chiqadinglar, mecbur emgek deyaverdinglar. Turkiyadan bir singlim menga telefon urgan. Urib, "Hada, mecbur emgek deydi. Aşı 6 yilning yaqinmash yetiyotidu. Ameliyat lager degan bilan turmig'i aşı deganingiz to'g'ri, hada. Bichara opam pul yetib hamisa, turmada turmush puli yo'q deydi. Azaq zakaz kelmese turmush puli yo'q. Şununla mecbur emgak birden meliqi niminiki maşinninkini deb turib chiqdi onunga qarshi. Onundakin birden zaraniki qildi. Anandakin hozir opam bichara deydi 70 yoshga kirgan opisi. Kichik saypunlik qildigan to'q bir onun bunun ishlarini qilib berib o'tirib akamga pul yetdi. Shu turmaga pul kirgizib berdi. Bo'lmas turmush puli so'raydi. Turib ashta qildigan gap deydi. Biz qaysi davani qilyapmiz deganimni tushunmay, inson haqlari, kishilik huquqni sen bilmay o'ltirib, o'zing bilmagan narsaniki davosini qanday qilyapsa degan gap yo'q. İnson haqlari, kishilik huquq davosi degan narsaga o'ylab beqinglar, izlanib beqing, unimi tarjima qilib berishning o'rni yo'q-ku. O'zing turishlik davlatning siyosatini tushunmasang, o'zing demokratiya davlati turib demokratiyani tushunmasang, u qaysi davoni qilyapsa? Qaysi davani? O yalğandın dinni deb hamma xuddi bir eliqi büyüm. Üstün baza o'g'imda ostun baza, hammaning baza bo'lib ketgan ey rasvala. Kasallarning hammaga yuqtirib yurisa, yoshlarim shunda yetilab chiqishding. Agar ahli ozroqli bo'lsa, inson tuqqan bo'lsa, haqasingni ey Roşan Açanın davasını qilyapsa, yolg'ondan millatning davosi deb yo'g'on so'zlaysa. Rabiya Qodirov chopan yepishib ketgandan, Uyg'ur o'ynab berib, uni bordab yetyapsa. Nimish qildi, nimish? Uyg'urni tunutdik, Uyg'urni qildik. Men burun turmada yotgandim, bir mundaq qilgandim. Uninga qatnashgandim. Shuningdan boshqa Shangling ada. Markalik Shangling ayol markalik Shangling hamman. Qilib baxmamsa, kishilik huquqni qilsang bo'ladi dedim-ku. Ana tilnikini asliga keltira. O'zbekistoncha qara mustaqil o'g'li 30 yil bo'libmi, uch so'ziq tavishni asliga keltiramay oshlam kuchab yurgan. Kishilik huquq degan ashlar kuchayotdi. O'ylab baqa, bir odamning fikr erkinligini qo'g'diyolmaysa, o'zingnikini qilayotgan ishingni fikr erkinligini o'zingniki kelgan fikr erkinligiga bir ra'y qilsa, boshqa odamni tillaydigan chog'da yo'q. Rasvolikni qara, ingliz yozgan mazmunidagi narsalarga jinsiy parakandchilikni inglizchaga boshqa narsa yozsa, uyg'urcha boshqa narsa yozsa, quyruqning chiqib qolgandikanlar ana uni juvitsa. Nomus qilmay tunogin chiqargan videoni juvatdim Dunyo Uyg'ur qurulti. Oldi keyning bilanchi maslatish beqib chiqar videoni. Jumaysa anadikin. Hozir tekshirilayotganliginglar uchun yuvashlab ketdinglar. Vay, Agarchi ozroq insoniy g'ururing bo'lsa, Roshan Abbos, Rishod Abbos, Umar Qanot, Mehmet To'xti, Arifadikilar Erkin Sidiq ozroq g'ururing bo'lsa, hay, yetar. Qiladigidek ishni qilsa, qilamagan ishni qilmasang, chunki sening oladigan puling uni o'lta qilg'izmaydi. Nuqtang boshqasining qo'lida, tasmang boshqasining qo'lida. Shuning uchun qilolmaysan. Shuning uchun qilg'idek ishingni qila olsang, agar vatanda ona tilini qilmay, vatanning sirtidami?
Oy, İlham To'xtininki munda og'rib qopti. İlham To'xtining onasi o'lib qopti. Sen biladi ekansan, ey. Biz telefon uramaymiz, sen urib bilalaydi ekansan, senli biladi ekansan. Bir ichilib qolgan nima hujjatlarimiz sizlarga uchraydi ekan. Osiyo Uyg'urga, aniki, kimga Abduvali Ayubga, Rosha Abbasga uchraydi ekan. Uçuqchilikdagi narsani yolg'ondan o'latlarga oshini yuzinglarni bir nimada qilib o'ltirib sunisizlar, ma ichilib qolgan, demanda qilgan deb. Ey, g'ururing bo'lsa, ozroq bo'lsin, ey. Silkib etib, hayotimda bir yaxshi ish qilib qo'yay da, ey, Rosha Abbas. Abbas oilasi. Dolqin bek sharmanda bo'lib ketding, restoranlaring var, ey. Qepinib ketding aqasingninki. Rəsvalıqlarını çıxırıb harmayıvatıdı. Onun da yoğallarını çıxırış aldıdı turuvatıdı. Ey, şərməndi vay video işləvəməy. Azıraq olsun tövü qılay. Ma milletim üçün azıraq olsun həsi qoşay. Toğru bir işini insan haqlarını bolsunma toğru qısan bolatdı. Kişilik oqoqlımca toğru yolda qısan. İzdinib baq, qarqosaq toңguzlar. Rəhmət sizlərə qeyrindaşlar. Poxyap oltamay sual qoyunglar, başqalarga sual qo'yishga bek ustugu. Bu G'ulom Osmonning ostiga kirib o'ltirib sual qo'ydigan ustugu sizlar. G'ulom Osmonning bolasi to'rda baka deb, men birsi video uyatibga G'ulom Osmonning bolasi deb. G'ulom Osmonning bolasi Kanadaga kelibdimi desam, yo'q deydi. Nerede kelsam vatanda deydi. Vatanda olmay nerede o'ldamsiz o bolasi? Desam, mundoq ke deb chiqarib qo'yibdi. Tilamchilik qilgan bo'lsa-ku mayli temdi. Bek İçinler ağırıp giderdi. Özünün cinini beqiyotgan bo'lsa, nima bo'pti? G'ulom Osmonning bolasi bo'lsa, men Kanadaga kelgan o'xshaydi debdimi? Dolqin Isoning qizi nima gapagan u dedim. Nimaga hayron qolsizlar? Dolqin, bu G'ulom Osmonning bolasi birim bo'lib qolsa, anadiki, "Voy, shit bo'pti" deydiganga bor dedim. Odam emaskansizlar, ey dedim. Agar G'ulom Osmonningki qo'shnisi bo'lmasa, tunimaydi bolasini. Men shaxsan men tunimayman-da. G'ulom Osmonningki xotini bilan men qo'shni bo'lmasam, hayron qopdimi? Oy, tova, boshqalarningki 70 push degan chiqyapti-da, opasini o'yirgan liq kelgan mehmon, yog'anda da'vo deb o'ltirdi. Xitoyning tegida qolgan bir nima purab qolganlar birsi bo'lsa, Xitoyning tegida qolganlar bo'lsa da'voga kira oladi ekan. Bakildi nochi bo'ladi ekan. Ya jalab shapahni oqlaydi yoki shapahni jalab oqlaydi. Ashtaqlika. Bu bir yeringdan eg'in ilishib qolmasa, Xitoyning tegib qolgan nimalarni oqlamaysizlar, ey, numus qildi odamning yuzi degan qizirdi. Rahmat sizlarga qeyrindoshlar. Yaxshi o'ylab beqinglar.